Voy mazam bo'lmayapti. Voy. Nima bo'ldi senga? Metakka mazam bo'lmayapti. Bansiga olib boring. Ha, bechora kelinim-a. Shuni bansiga olib bor, ko'rsat dedim, ko'rsatmading. Tur endi o'rningdan. Yaxshiroq doktorga olib bor, ko'rsat. Bu ham birovning bolasi, tushundingmi? Atmasga qilyapti. Bular olib borsang o'lasan. Menim kelin bo'lganman, o'lganim yo'q. Olib borasanmi, yo'qmi? Olib bor yaxshiroq doktorga. Olib boraymi, olib bormaymi? Oyijon, doktorimiz aytdi, Yigit. Ya, o'shaqa borib maza qilib cho'miling, nafas oling, barchaga foydali dedi. Voy, bunday yaxshi shunday dedim-a. Boringlar bo'lmasa, karbonat angidrid kislorodlardan to'yib mazza qilib napasanglar. Barchaga yaxshi dedim-a. Voy, buncha yaxshi. Agar men siz borsam, putingni jirtaman bola. Tavay. Bilet olganmisan? Boringlar. Ey, to'xta. Qayoqqa? Ayajon, keliniz taksiko'sku. Chunki limon his kelib qopti-da. Ha, limon ichkilari kelib qoptimi? Biz ham taksikaz bo'lganmiz, ariqlardan suv ichganmiz, o'lganimiz yo'q. Olib kelasizmi, Metakka? Voy, kelinimdan ichkisi keldimi? Bir. Beraymi, bermaymi, yo ariqda ichsinmi? Bu yerda bari men olib kelganing yo'q-ku. Meni mushukcham, meni baliqcham, menga sendan boshqa hech kim kerak emas. Tushundik. Sizga mushukcha kerak ekan, ona kerak emas. Aya, noto'g'ri tushunmang, aya. Aya. Siz jetlimisiz? Baliqchamish. Mana mushukcha, mana baliqcha.